Ваңхун qizlarga to'xtamay shvaliyev qilib bersa, rostilla xotin qilib og'ini bo'lamdi. Ekran oldida naynaqshib berganlarning nima uchun denzin soni bunchalik yuqori? Kechalab to'rda chiroyli qizlarni ko'rayversa, rosti chosh tushib ketamdi. Tanlab toz uchrabdi degan gap rostmidi? To'r dunyosida hammadan muhim bo'lgani tashqi go'zallikmi? Chiroyli rostli choy quyib ishkini bo'lamdi. Bu to'y bo'layotgan yigit nima uchun tuyuqsizda kelgan fuchurdan cho'chib ketdi? To'y ketsa o'jiroyga kirmagan yigitning ayoli nima uchun yo'ldishining chechini yulib qo'liga ib berdi? To'y qilganda chachrashqa boshlagan chimallar ajrashganda zodi ne ketdi? Bu yigitning choshda quyuq muhabbati mushundaqli yo'qolib ketganmidi? O'tgan zamonda haqni zongli qilganlar zodi qanday oqibatga qoldi? Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarning yuzi tuvan qijiljon do'stinglar yandan bayon. Bugun men sizlarga kichigida mos bo'lgan, cho'ngida toz bo'lgan, gap so'zi oz bo'lgan, xotin haqi soz bo'lgan, kallasida o'ynab nayran ayolni qilib hayron, oxirida bo'lib vayron to'gidek bo'lganda o'zini bola deb atab olgan bola ismli bir bolaning bolalik qilgan hikoyasini ilib keldim. Bosh personaj bola vaqtida intayin shay, chochlari Norkining tushlirdek paqirab turadigan, sat bolalarni qar qizlarni yaratmaydigan, haqlarni zongli qiladigan to'limi xing tayiq kam bir bola edi. Dars vaqtida ma'lumni kayni derzidan qarab qolarmi demasdan, qo'rqmay qizlarga qochoq aytib darsdan tushganda sallongning kaynidan yugurib qizlarga topshiriq so'rab ko'chiratdi. Topshiriq ishlamagini bilan ammo chechiga yomon ishlaydi. Ajo, chechimni sen xosh yashanglarda hesab qo'ya. Bolaning eng chong kamchiligi bo'lsa, o'zi sat deb bilgan qizlarni shanxo qilib haqoratlaydi. Ey nadam bola, qiz bola cho'ng bo'lg'ichi 72 xil o'zgardi deb anglamabsan-kenda. Meningmi ne charpoqdek savoldoshlarım hozir oqqudek satang tataras bo'lib ketdi emasmi? Senmi oldirab ko'ranglab ketma. Darvaqa yondan bo'yon haqiqatan to'g'ri gap qilgan edi. Qizlar 72 xil o'zgargan bilan o'g'illar faqat 2 xil o'zgaradi. Yo qo'saq salatdi, yo toz bo'ladi. Bizning bu bola intayin o'ngishli holda peshonsidagi 4 moyaga kayfa kelib, erkon ortaylarga o'xshash peshonsi kang, yuzi cho'ng, yuz obro'yliq bir cho'ng bolaga o'zgargan edi. Garchi bu bola intayin muloyimlik bilan chechini taravotgan bo'lsa-mu, ammo uning vafosiz chochlari uni tashlab tog'oq bilan qechib ketib boradi. Hatto uning qiz do'stimi uning chechini do'rab, uni tashlab ketgan edi. Baxtga yarasha bolaning yuz terisi boshqa hindistonliklarga qaraganda ozroq oq bo'lganligi uchun u yerda oq pishmoq hisoblanib, yuz oqartishmiga vakolatchi bo'lib turmushini qamdaydi. Lekin uning haqiqiy orzusi bo'lsa, bir ortiz bo'lish edi. Bolam, ansirma, chochlaring tushib peshonang gadanga bo'lganda, o'zligingdan kasbiy komediya artisti bo'lib qolsa, ochundoq bir kunlari bola o'zining vakolatchilarini yig'ib, qizlarga oqartishmiga to'g'riliq dars berib o'tadi. Raqiblar tor yo'lda uchrashibdi degandek, u yerda uning kichigida qarvoy deb masxir qiladigan savoldishi uchrab qoladi. Mana, men nima degan, qiz bola 72 xil o'zgaraydi degan-ku. Demak, men qattiq xatolashibdimi? Bu qiz 72 xil o'zgarishni tamomlab bo'lib, yana shu zavod asliga qaytib, texim qardab ketgan edi. Bu qiz bolaning to'xtamay oqartish to'g'riliq so'zlayotganligidan oqarat his qilib, uning shapkasini elib bitib qizlar oldida sharmanda qiladi. Bolaning tozligi uning turmushiga emas, hatto xizmatiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Chidag'uvchilik qolmagan bola Sodrashxondagi og'insi Ajuni izlab, uningdan yordam so'raydi. Bu nima kun bu, ha? Sen chechingni kunda 10 xil bo'ysang ishdan bo'lmaydi. Mening chechimga sopin tegib bo'g'icha azlab ketib bordi. Buni az demaymiz. Ay meni, yandamayoq konjo qatqinimi o'zim bo'pti bu da qismni nadi ko'rdiganligini demasam bilasiz, ha? Pani salonda. Bildik. Qarab qachon qiz denza qildimi, jo'fa qildimi? Davamini ko'yingiz kelib qasa, ay panisi da. Pani salonda hammasi bor.